Assalomu alaykum Edo ijro foydalanuvchilari. Navbatdagi yo'riqnomamizda kiruvchi hujjatlarga javob xatini tayyorlash tartibini ko'rib chiqamiz. Demak, bu uchun kelib tushgan topshiriqlarga kiramiz, ijro uchunni bosamiz. Demak, bajarilishi kutilayotgan hujjatlardan birini tanlab olamiz. Topshiriq sifatida tushgan hujjatlarimizda berilgan ijrochiga muddat belgilanmagan, ko'rib olishimiz mumkin. Demak, ijrosini ta'minlash uchun javob kiritish va javob xati yaratish qismi ko'rinib turadi. Javob xati yaratish qismiga o'tdik. Javob xati jurnalni tayyorlab olamiz, blankasini tanlaymiz, ichiga kiramiz. Demak, o'ng tomonda tahrirlash mavjud, bosdik. Demak, bizning rasmiy blankamizning Word variantidagi holati chiqib keldi. Birinchi boshlanish tartibida bosqichma-bosqich o'rganish jarayonida Word holatda tayyorlab olib, kopirakt stavit, ya'ni nusxasini ko'chirib tushirish orqali ham amalga oshirsak bo'ladi. Keyinchalik hujjatlar bilan ishlash jarayonida takomillashib borish bilan birgalikda hujjatlarni ijroning o'zida yozib tayyorlash ko'nikmasiga ham ega bo'lasiz. Demak, biz birinchi hozir ilk ko'nikmalarimizni rivojlantirib olish uchun Word variantida tayyorladik va nusxa olib qo'yamiz. Ctrl+V ni bosganimizda matndan nusxa olingan xatimizni tushirib olamiz. Saqlashni bosamiz, saqladik va X holatda chiqib ketamiz. Mana PDF holatida, demak, tayyor bo'ldi hujjatimiz. Orqaga qaytamiz, qisqa mazmunini yozamiz. Agarda hujjatimizning ilovalari mavjud bo'lsa, ilovalar orqali rabochiy stolda tayyorlab qo'yilgan ilovalarni yuklashimiz mumkin bo'ladi. Endi esa qabul qiluvchini belgilab olamiz. Demak, qabul qiluvchini belgilaganda qaysi tashkilot, vazirlik yoki mana bu ko'rsatilgan qismlardan qaysi biriga to'g'ri kelishini aniqlab olamiz. Qabul qiluvchini belgilab oldik. Saqlash tugmasini bosamiz, tasdiqlaymiz. Agarda hujjatingizni kelishish uchun yuboruvchi mas'ullaringiz bo'lsa, kelishishdan mas'ullarni belgilab olamiz. Agarda to'g'ri imzoga kiritish kerak bo'lsa, demak, imzolovchi shaxsga hujjatimizni jo'natamiz. Tanishtirmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz mana shulardan iborat edi. Qo'shimcha savollaringiz bo'lsa, ushbu Telegram linki orqali yuborishingiz mumkin.